طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Assalomu alaykum Fatima. Ve aleyküm esselam Ali. Anam seni tenterbiye meşq salda degenti. Shundoq Fatima, hal qilg'ush musobaqaga qatnashmoqchi edim. Tayyorlik qilyapman. Berengi qiqi pek temlik. Men almoqchidim. Ammo unutib qoptiman. Menga azroq bersangchi Ali. Do'konga berib o'zing ol. Hammani bergin demidim. Azroq bersangli bo'ldi. Bermayman demadim. Buni sen bilan birga yegim yo'q. Bu nima deganing? Men texi o'tgan hafta sana rangli qalamlarimni ariyat berib turgan-ku. Shundoq bergan eding. Ammo men bundan keyin narsa keraklarimni hech kimga bermaslik qaroriga kelgan edim. Sening qilganingni pixsiqlik deymiz. Nim desang deva, bermayman dedim, bermayman. Agar bovam sening bu qadar pixsiqligingni bilib qolsa, uningga buni qanday tushundirsa? Kapshima og'zingni yum. Meni ikkinchi pixsiq degichi bo'lma. Assalomu alaykum bolalar. Va alaykum assalom bova. Xush kelibsiz. Bova, Fatimaga gap qiling, meni pixsiq deb tillayotdi. Fatima seni rostdanli pixsiq dedimi? To'xtanglar, buni o'ltirib so'zlashaylik bolalar. Televizorni aytib qani Fatima, zodi nemish bo'ldi? Karton film ko'rayotgandim, akam qo'lda berengi qiqi ko'tirib yegish keldi. Meningmi yegim kelib, azroq bergin desam bermayman dedi bova. Shu sababdan Fatima meni pixsiq dedi. Bolalarim, to'xtanglar. Pixsiqlik nachar qiliq. Dinimizda insonlar pixsiq bo'lib qilishdan har vaqt hushyor bo'lishga buyurilgan. Dinimiz bizni har vaqt mard, mehmondo'st bo'lishga rag'batlantirdi. İslamiyet bizden nemishqa mard, mehmondo'st bo'linglar deb nasihat qildi bova. İnsanlar orasida sevgi, muhabbet, inoq ittifoqlik urug'ini chashqanligi uchun. Bundaqda insonlar orasida keng qo'saqlik va yaqinlik paydo bo'ladi. Ali, anladingmi? Alloh taolo mardlikni maqtagan. Bolalarim, Alloh taolo dunyo va ne'matlarni biz uchun yaratgan. Alloh taolo ko'zi to'q insonlarni yaxshi ko'rdi. Qaranglar, Alloh taolo mard, mehmondo'st insonlar haqida Baqara surasi 261-oyatda mundoq degan. Allah yo'lida milini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib, 7 bashaq chiqargan, har bashig'idan 100 don tutgan bir donga o'xshaydi. Allah xohlagan bandasiga aslab savob berdi. Allohning mardligi kengdir. U hammani bilib turg'uchidir. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalommi mundoq degan. Allohga va oxirat kuniga iymon etgan kishi mehminni yaxshi kutsin. Fatima, qaraganda men xato qilibman. Meni afu qilgin. Mana ole, xohlagancha ep yegin. Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga yaxshi ish qilish, menga sizlarga yo'l ko'rsatish fursati bergan Allohga shukrlar bo'lsin. Rahmat bova, sizning sayingizda berengi qiqi yeyalaydigan bo'ldim. Shundoq ko'rdim bolam. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hayotini anglashni qiziqib kutyapmiz bova. Men mu Alidan bekrak saqlayapman bova. Ma'qul, hozir boshlay.
Bismillahirrahmanirrahim. Hicretning 7-yili musulmonlar umra haji qilmoqchi bo'ldi. Qurayshliklar bilan tuzilgan Hudaybiya kelishimiga asosan hijratning 7-yili Zulqa'd yilida payg'ambarimiz umra haji uchun Makka ga qarab yo'lga chiqdi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Muhammed'nin taraftarlarından kilovatkallarını gördük. Ular Hudaybiya tinchlik kelishimiga asosan kepti. Tinchlik kelishimi imzolangani 1 yil bo'ldi. Bu oraliqda musulmonlarning soni hassilab eshibdi. Abu Sufyan, biz endi qanday qilamiz? Qurayshliklarga xabar chavatinglar. Makkadan chiqib tog'larga ketayli. Darhol berib xalq xabar qilay. Hozirgacha qallamdan o'tmaydi. Muhammad bu kuchni zodi qayerdan olgandi? Ular shundoq kuchli va sabrchan. Hicretning 8-yili Xolid ibn Valid islomga kirdi. Amir ibn As, Osman ibn Talha bilan birlikda Madinaga kelganda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Makka jigar porlarini bizga tashlabdi dedi. Ey Xolid, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Amir ibn As. Ey Xolid, yo'lovchilik qilasan, safaring qayoqqa? Ey Amir, yo'limni topdim. Nishonim aniq. Men Rasulullohning yeniga berib, musulmon bo'lganligimni jakalayman. Qachongacha nodonlikda, zulmda, qattiq qulluqda yashaymiz? To'g'ri deysan, sana qo'l qo'ydim do'stim. Sen bu yerga nima ish kelding qarindishim? Alloh bilan qasamki, seni bu yerga kelgan sabab menimi ilib keldi. Men bu Rasulullohning oldiga berib, musulmon bo'lganligimni jakarlayman. Rasululloh qayerda? Uning bilan ko'rishatdim. Rasululloh masjidda. Ey Xolid, sen bu yerga nima ishga kelding? Menga haq va adolatlik dinni o'rgatinglar deb keldim. Hozirgacha jaholatda yashab ketdimiz. O'zaro qirg'inchilik qilishib, zulm selyapmiz. Hech qanday foydasi bo'lmagan toshdan but yasab, ibodat qilibmiz. Bir kuni tushimda tor qistongo bir shahardan kangri ozoda yop-yeshil bir shaharga kelganligimni ko'rdim. Mana endi tushim rostga aylandi. Jaholatning qorong'uligidan islomiyatning yorug'ligiga chiqdim. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh. Sen bilan urush qilganimga pushaymon qilaman. Allohdan mag'firat tilayman. Ko'nglingni yerim qilma Xolid. Sening musulmon bo'lganligingning mukofoti dunyodagi hamma narsadan qimmatlik. Allohu akbar. Xolid musulmon bo'ldi. Ey musulmonlar, sizlardan kechirim so'rayman. Meni afv qilinglar. Qimmatli javohiratlarimni sizlarga taqdim qilay. Buni musulmonlarning ichidagi faqir miskinlarga taqdim beringlar. Mana bu qilichim. Bunimi sizlar ilinglar. Ey Xolid, qiliching ilgari musulmonlarga qarshi eng kuchli, qo'rqinchli bir qilich edi. Rasulullohning aytishicha, endi sen Allohning eng keskin qilichidirsan. Men qilichim bilan Alloh va Rasulullohning xizmatida bo'ladiganligimga qasam qilaman. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Alloh o'ziga nozil qilganga iymon etdi. Mo'minlarmi Allohga, farishtalarga, kitoblarga va boshqa payg'ambarlarga ularni bir-biridan ayirmay iymon etdi. Ular: "Ey Alloh, eshitdik va itoat qildik. Sen bizni mag'firat qilgin. Oqibat sening elikingda" deyishdi. Allah hammaga qodirdir. O'likdan qandoqsiga tirikni chiqarsa, mag'lubiyatnimi g'olibiyatga o'zgartiradi. 2 yil ilgirki Hudaybiya tinchlik kelishimini aslida bir mag'lubiyat deb tushungan edik. Endi qarab baqsaq, xalqning nazarida g'olibiyatdan g'olibiyatga qarab ketyapmiz. Bu yerda nima ish bo'lyapti? Hujum qilinglar! Hujum! O'ltiringlar! Tepinglar! Hurra! O'ltiringlar! O'ltiringlar! Tepinglar! Hurra! O'ltiringlar! Kelayotganlar kimlardir? Bular Xuzaa qabilasidan. Bakir qabilasi ularga hujum qildi.
Şoňa bular paýgamberimiz Muhammed alayhissalam bilen körüşkili kepdi. Tartqan ziyini üçün yardam talap qılğudik. Bular Bakr qabilasiga qarshi yordam talab qilamdikan, Bakr qabilasi Qurayshliklarning ittifoqdoshi emasmidi? Shundaq. Kelishimga asosan tinchlik Quraysh va ularning ittifoqchilarini o'z ichiga oladi. Ular bizning tarafdorlarimizga hujum qilib kelishimni buzdi. Va'dasiga vafo qilmadi. Seningcha payg'ambar alayhissalom hujumga uchirg'uvchilarga yordam qilarmi? Alloh va uning elchisi to'g'risini bilgichidir. Ahvoldan qaraganda bu voqea bak jiddiy. Rasululloh bilan ko'rishgili kelgan hay'atga Amir ibn Salim al-Xuzay boshliq bo'lgan edi. Payg'ambar alayhissalom uningga: "Ey Amir, g'am qilma, sana yordam qilamiz" dedi. Keyin qandaq bo'ldi buva? Inshaalloh davomini keyingi qitim so'zlab beraman. Balam, xotirjam bo'lgin. Bova, ruxsat qilsangiz topshiriqlarimni ishlaysam. Ma'qul balam, endi topshiriqlaringlarni ishlanglar. Alloh zehninglarni texmi o'tkir qilsin. Alloh har vaqt sizlarga yordam qilsin balalarım. Xayri xo'sh buva. Xayri xo'sh bova. Xayri xo'sh balalarım. Allohga omonat.